$300 pulga qanaqa biznes qilsam deb boshi qotir yurgan odamlar uchun mana bunaqa loyig'ish apparatlar olib mexanik ishlaydi. Biznes qilsa bo'ladi buni. Buni katta pul bilan boshlash ham shart emas. Примерно $300 ga shunaqa apparatlardan olib nержавейкalik razmerlari 30 ga 40, подъемы 10, bir chiqarishga 6 ta naqsh chiqaradi. Sam главный mexanik ishlaydi. Hech qanaqa menga tok tort, bunaqida kilovatga hozir 1100 so'mmi, shunchadan to'la 3 faza tok urinadi. Unga ruxsatnoma degan narsalar kerak emas. Shunday bitta stanok olindi, bir 400 joy tekislab, bir 2 havo turpoq to'kibmi boshiga boshlasa o'zi bir havosini puliga, bir havoni pulidan o'zi qolgan daromadidan, chesta foydasidan mana shu bitta qolib, turish 6 talik loyig'ish apparatimiz o'zi yonga qoladi bu. O'sha birinchi nimasi bo'ladi, guruh zakazdan. Birinchi zakazdan o'zidan bu o'zi foydaga chiqib ketadi. Hozirgi kunda mana shunaqa 30 ga 40, подъем 10 diplomatli g'ishtlarni narxlari 2200 dan 2400 so'mgacha bo'ladi. Примерно 2400 dan hisoblasak ham buni foydasi 400 so'mni bitta donasiga 400 so'mni turpoqqa ajratilsa 2000 so'm chesta qoladi agar bir kishi bilan bitta shogird olib qo'yilsa. Agar ishchi ishlatsangiz, ishchiga 800 so'm yo 1000 so'mdan berasiz, unda ham 1000 so'm qoladi. Yarpak 50 ga 50 qoladi. Buni bunaqada shlaka blok boshlayman, tok tortish kerak, unga shu achik, keyin 3 faza tort, unga 220 ga ishlamaydi misholkalar katta. Bunaqada 11 kilovatlik, 7 kilovatlik, 20 kilovatlikgacha motorlari bo'lardi misholkalarda. Ularga 3 fazali обязательно tok kerak bo'ladi. Unga tok tortishga to'da примерно hisoblasam misholkasi 19 million, stanok 5 talik, 2 ta vibratorlik 24 million hisoblansa 43 million bo'lyapti. Yana arava, parava, keyin 3 achik o'rnatishga 3 faza ruxsatnoma to'da yerda 50-55 million. Keyin boshlang'ich 5-6 tonna sement, keyin sichka, shibionka, shunaqa narsalarni olib 65 million, 70 million atrofiga kerak bo'ladi shlaka blogida boshlashga, biznesga. Bir dona shlaka blogidan hozirgi kunda 600 so'm, 700 so'mdan qolyapti-da. Mana buni bir donasidan 30 ga 40 g'ishtdan 2000 so'mdan qolganda buni bir donasini puli qolganida shlaka blogida 3 tasidan qoladi. Uni xarajati qancha bo'lyapti-da? Buni xarajati. Bunga bitta stanok olasizlar, gruba $300, keyin bir 2 havo turpoq. Suyo boshlasa bo'ladi. 400 joyda, 500 joyda tekislab. Kupayimiz yaxshiroq demoqchiman. Biza afshimda stanoklar yo'nalishi mana bunaqa stanok, loyig'ish, pinablok, gazoblok, shlaka blok. Men endi xolisona maslahatim menga nabor shlaka blok qilib bersam yaxshiroq pul qoladi. Boshqa stanoklardan ko'ra amalroq prosta. Endi odamlarning ko'ziga cho'p chiqib nima kerak? To'g'risini aytib qo'yish kerak. Hammasi nima qiladi? Mana menga nima bo'ladi? Kamroq pul bilan vlajinamni boshlasa bo'ladi. Bunaqa aytganimdek $300, keyin bir mashu havo turpoq to'kilsa, bir havo turpoqlar hozir 600 ming, bir kamaz 200-250 ming bo'lyapti. Tezroq masalan pribelga chiqib ketsa bo'ladi demoqchiman. Bu loyig'ish biznesi bilan mana shu именно mexanический. Buni xohlasangizlar, bunaqada tokliklarni o'zi simdan kesadigan avtomatik disklarni ham qilib beramiz. Ular bitta minus tarablari shu tok, 3 fazalik tok tortish kerak, ruxsatnoma, uchachik, tabel, mobil, rasxoti ko'proq. U stanokda o'zi ham 40-45 million turadi. Loylikda avtomatik tok bilan ishlayotgan. Bu mexanik, hech qanaqa tok kerak emas. Bir joyda tekislab bo'lib, mana yengilgina ishlaydi. Qo'yib ketaveradi. Ichi qalin nержавейка bilan qoplangan. Nержавейка bilan qoplangan. Qimmatli nержавейкаlar qo'yiladi qo'ymasdan. Hozir bu kraskadan oldin spesial smaska qilingan mo'y. Shu bu kraska yuqib qolmasligi uchun.
Demak, mana shunaqa apparatlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Nomerlarni описаниеga yozib qoldirilgan. YouTube, Instagram, Telegram kanallarimiz nomi. Metal Master Jasur. Nomerimiz 97 141 89 99. Yoqqan bo'lsa bitta like bosib qo'yinglar.